Changan 69 talik edi. Changan 69 talik motor kelgan. Bunda botgan narsa motor tutab keldi. Ko'rgan odam buni motor deb o'ylaydi. Motor deb o'ylaydi. Kelsa mana bu klapini bo'ladi. Sapun klapin bo'ladi. Bu hamma mashinada bo'ladi. Mana bunaqa narsa bo'ladi. Mana shu narsa o'zini sinayotdi. Mana shu yerda yarmi yo'q edi. Klapinlari tushib, klapan tepa tarafi o'zi qolib ketgan edi. Tutab keldi mashina. Mashindan bo'ladi. Bu hamma mashinada bo'ladi. Ko'p mashinada bo'ladi. O'sha mana shunaqa tutagan paytda shu suvni, moyini yo bo'lmasa mana shu klapinni ko'rish kerak. Endi ba'zi bir ustalar bor, bu ko'rmasdan motor deb yuboradi. Motorni ochib yuborishadi. O'shanga endi bu narsa endi bilganlarga o'tkazib yuborsa ham bo'ladi. Iloji boricha o'sha tutab kelgan paytda mana shu narsani ko'rish kerak. O'sha moyini ko'rdik, suvni ko'rdik. Hammasi yaxshi cho'tki turibdi, xudo xolasa. Bezinkalari ham yaxshi turibdi. Siqilib kiryapti mana. Mana shunaqa siqilib turish kerak bu o'zi. Keyin mana bu yerda xamut bo'lmaydi mana bunday tiqqan paytda. Xamut bo'lmaydi mana. Nimagaki klapan atkaz qilgan paytda mashina havo olmaganda mana chiqib ketish kerak mana bu narsa. O'sha paqillaganda boshlangan paytda mana shularga chiqib ketish kerak. O'shaning uchun bu yerga zavodskoy ham o'zi qalin shlanka qilmaydi. Qattiq xamut qilmaydi bu yerga. O'shanga bu yerda qattiq xamut bo'lmagani yaxshimi? Mana bu yerda hozir mana shlankani o'zi ham mana shlankani ichi ham moy bo'lyapti. Nimagaki mana klapan ishlamagandan keyin bu klapan shlankani ichi moy bo'lib ketgan. O'shanga bo'lib ketadi. Ko'p yuraversa mana vazishli filtrlari ham ichi moy bo'lib, moyga to'lib ketadi. Keyin bunda ozgina yurgandan keyin orqa kursi tutasirasi yo'qolmaydi. 1-2 kun yo 10 km, 20 kilometrdan keyin kamayadi, o'chadi. Endi buni hozir moyini urug'larini ko'rib, moy urug'i qilib ko'riladi, yurib ko'riladi. Shuni o'zi bilan bitadi, xudo xolasa. Kelgani motor bo'rmaydi-yu, qarash kerak, u motordan bo'rmaydi, tutash.